Abduqodir Hikmatjonov. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi. Abduqodir Husanov. Bu ham futbolimizning katta yutuqlaridan biri. Chunki Yevropaning kuchli 5lik chempionatlarida o'ynagan futbolchi. Shomurodov Eldor Azamatov. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi hujumchisi. Aslida Eldor Shomurodov. Ya'ni avvallari biz Rossiya, Ukraina chempionatidagi futbolchilar bilan cheklanib qolardik, lekin yangi yo'nalishlar ochildi. Yangi dovonlar bosib o'tilyapti. Rahmat Eldor, hammasi uchun rahmat. Kerakli paytda ikkinchi golni urib berding. Shukurov Otabek G'ayratov. Shukurov Otabek G'ayratov oyoqdan jarohat olgan edi. Himoyachisi shuni o'tkazib yubordi, lekin o'tgan safar jarohati bilan o'ynadi. Shubhasiz terma jamoaning eng yetakchi vakillaridan biri. Shubhasiz terma jamoaning eng jonkuyar futbolchilaridan biri. Eng ko'p kuyuladiganlardan biri. Otabek Shukurov. Ergashev Botirali Haydarali o'g'li. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi darvozaboni. Ergashev Botirali Haydarali o'g'li darvozabonlarimizdan biri. Boya aytib o'tdim-u, barcha hech kim chetda qolayotgani yo'q. Kimdir aytishi mumkin zaxira vakillari, ammo ular bo'lmasa raqobat qayerda? Erkinov Hojimat. Asosiy tarkib vakillari qanday o'sishadi? O'zbekiston milliy terma jamoasi. Erkinov Hojimat Botir o'g'li. Hali Hojimatning kelajagi oldinda. Undan ham chiroyli o'yinlar kutib qolamiz. Abduqodir Hikmatjonov. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi. Abduqodir Husanov. Bu ham futbolimizning katta yutuqlaridan biri. Chunki Yevropaning kuchli 5lik chempionatlarida o'ynagan futbolchi. Shomurodov Eldor Azamatov. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy